faqat Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni a'zolar haqida qiziqarli faktlar bilan tanishtiraman. Eng katta ichki a'zo ingichka ichak. Uning uzunligi odam bo'yiga 4 barobar keladi. Inson yuragi deyarli 9 metrga qonni sachratishi mumkin bo'lgan bosimni hosil qiladi. Bunday kuchli bosim mushtdekkina yurak va uning qorinchalari bir necha bor qisqarishi natijasida yuzaga kelishiga ishongingiz kelmaydi. Odam tanasidagi qon tomirlarining umumiy uzunligi taxminan 95,5 ming kilometrni tashkil etadi. Ammo Yer sayyorasining gir aylanasi 40 ming kilometrdan iboratdir. Demak, bitta inson qon tomirlari uzunligi Yerni 2 marta aylanishiga yetadi. Oshqozon shirasi hatto britva tig'ini eritishga qodir. Albatta, buni hech kim o'zida sinab ko'rishga jazm eta olmaydi. Biroq ovqat hazm qilishda ishtirok etadigan kislotaning o'ta kuchli ekanligi haqiqat. Ayollarning yuragi erkaklarnikiga qaraganda tez uradi. Buning sababi oddiy. Chunki erkaklar tanasi ham ayollarnikidan kattaroq. Biroq ayol va erkaklarning yuragi ko'krak sohasidagi yurakka oid og'riqlarga turlicha javob reaksiyasi ko'rsatadi. Ya'ni ayollar va erkaklarda yurak xurujini davolashda o'ziga xos yondashuv talab etiladi. Jigarning organizmda 500 dan ziyod vazifani bajarishi fanda aniqlangan. Ammo u hech qachon nolimaydi, ya'ni og'rimaydi.